Xo'p, ko'chada hech kim yo'q ekan, bo'ldi, boshlayversam ham bo'laveradi. Hammaga salom do'stlar, meni ismim Kompot, meniga yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, bugun juda ham zo'r video bo'ladi. Oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya beraman. Bugun men qishloqlarga hazil qilaman, lekin oddiy hazil emas, men psix bo'lib qolgandek hazil qilaman. Bugun men oddiy kompot emas, qanaqadir psix kompot bo'laman, qanaqadir mana shunaqa kompot bo'laman bolalar. Oxirida nima bo'ladi bilmayman bolalar, lekin juda ham zo'r bo'ladi. O'zingizlar bilan pichini choyni tayyorlab olinglar. Biz esa ketdi boshlaymiz. Hop, qanicha ko'chada qishloqlar yo'qmikan? Aha, qishloq o'z uydanmikan? Ana sandiqda nimadirlar qilib turibdi, lekin hozir juda ham zo'r bo'ladi bolalar. Hop, meni birinchi qiladigan hazilim bilasizlar nima bo'ladi? Voy, to'xtanglar, men bitta ham qishloq bor ekan, ehtiyot bo'lish kerak ekan. Men oddiy kompotligimni bilib qolishmasa, psix kompotman endi bugun, to'g'rimi? Yo, o'zi oddiyman, lekin bugun qishloqlarga hazil qilish uchun psixman. Hop, qaranglar, menda mana bu yerda allakasim lava borda, qaranglar, anaqa fake lava. Ikkita chelak olamiz. Aha, ana bo'ldi, tayyor. Endi esa ketdi ko'chaga bolalar. Hop, qani hech kim yo'q, to'g'rimi? Hop, men rostiga lavani chelagiga olamiz. Endi esa adashib ketmasam bo'ldi. Allakasim, rostigasim bor. Hop, endi esa allakasim lavani qo'yamiz. Hop, endi Mahmudga mundot tushib olamiz. Bo'ldi, hop, yopamiz. Bo'ldi, endi qaranglar, men chiqardim. Voy, Kompot, sen nima qilsan lavani ichida? Chiq tez bu yo'lga. Oho, bo'ldi, menga kakras shu reaksiya kerak edi. Hop, qaranglar, hozir endi chiqib keladi. Wow, judayam zo'r suv ekan-da, boru. Ey, Kompot, sen bu yoqda nima qilsan? Nima yoqda cho'mirapsan? Qishloq issiq suvda cho'mirapman nima? Qanaqa suv bu? Issiq lava-yu, tez tush Kompot bu yoqda. Ey, yo'q, qishloqqa qanaqa suv bu? Judayam zo'r, issiqqina, judayam zo'r ekan. Menga yoqotdi bu. Kompot, hozir men arqon bilan balon olib kelaman. Top tur, ketmay tur qishloqqa. Men hozir kelaman, Kompot. Bolalar, ko'rasizlar, menga xuddi shunaqa reaksiya kerak edi. Ko'rasizlar, qanaqa baqirib tashlaganini. Lekin o'zi ham ajoyib bo'pti-da, boru. Hozir Moskvani chaqiraman, pojarni chaqiraman, militsiyani chaqiraman. Hop, Kompot, tushaman arqonni. Hop, men balonni ham ushlab bo'la qol, Kompot, chiq bu yoqqa kel. Yo'q, qishloqqa nima qilaman? Chiqib, maza qilib cho'miraman. Aytgancha, bu yoqqa kelsan ham birga cho'milamiz. Hop, bu yoqqa, bu yoqqa. Yo'q, Kompot, bu yoqqa keldim, bu yoqqa. Yo'q, Kompot, men ketdim bu yoqda. Voy, bolalar, bechara qishloqni qo'rqib ketganini qaranglar, qochib ketdi bu yoqdan. O'zi to'g'risi ham, men ham lavada cho'milayotgandek qilib o'zimni. Mayli, hop, endi bu yoqdan tushamiz. Hop, men oldigasim lavani olib, rostigasimlikni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, biz endi bitta qishloqqa hazil qildik, lekin qolgan qishloqlarga ham hazil qilish kerak-ku, to'g'rimi? Menda o'zi bitta ideya bor, faqat menga hozir xamir kerak, shakar kerak, yana ozgina shirinliklar kerak. Hozir qaytaman bolalar. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing. Va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Xo'p, men pirojnim ham tayyor bo'ldi. Bolalar, topinglar, men nima qildim hozir? Voy, aytgancha men sizlarga aytib qo'ydim pirojniligini. Bolalar, men qaranglar, men bunaqa bidrok sifatida pirojni qildim. Endi hozir qaysidir qishloqqa borib hazil qilaman, mana shuni yeyotgandek qilib. Oldiga boraman deb, "Wow, qanaqa bidrok zo'r ekan." Shundan bittam, nyam qoraman. Juda ham zo'r hazil bo'ladi bunisi ham. Xo'p, mayli, biz hozir ketdik, hozir qishloqlarni topamiz. Qaysi biriga hazil qilishi juda ham ajoyib bo'ladi, bidrok yeyotgandek qilib. Hop, qaysi qishloqqa qilsam bo'larkin, nima deysizlar? Fioletoviy kiyimli qishloqqa bo'lmaydi, qanaqadir skuchniy bo'ladi. Oq kiyimli qishloqqa esa juda ham zo'r bo'ladi, lekin katta oq kiyimli qishloqqa qilamiz. Salom qishloqqa, nima qilsam bu yoqda? Salom Kompot, men 4 qo'ydim. Yo'q, 4 qo'ysammi? Bugun men bu joni 8000 yoshga kiradi Kompot, ularga 4 qo'ydim. Oho, ajoyib ekanlar bu joning. Yo'q Kompot, u robot bu jonim. O'shanga 8000 yoshga kiradi. Aslida nima Kompot, bidrokmi deyman? Qishloq, men yeyishimga bidrok. Nima? Yeyishimga bidrok deysanmi? Qishloq, men yeydigan bidrokim hozir. Vau, juda ham zo'r ekanda. Nima Kompot, sen nima qilsan? Bu bidrokni nimaga bo'layapsan? Yo'q, qishloq, bu juda ham zo'r mazasi, lekin ishonga bitta yeb ko'rasanmi? Hozir bitta oling, ana, vau, mazasi juda ham zo'r ekanda. Yo'q Kompot, nimaga bu yomon narsa yeyman buni noma? Yo'q Kompot, yomon noma buni. Voy, qishloq, bu rostdan zo'r narsa yeb ko'ring, sen ham bitta juda ham zo'r ishonga. Yo'q, Kompot, bu yomon narsa, buni yeyish mumkin emas. Bu qattiq qaraq buni yozsa tishlaring sirib ketadi hozir. Voy, qishlog'i, bu zo'r narsa domman.
Vau, judayam zo'r ekan, lekin boru. Oy, to'xta, sen eshigingmi? Mana to'xta, mana shuni olib kelib ko'rib bitta. To'xta. Oy, yo'q, kapot, bu mani eshigim yemi. Hozir qishloqqa to'xta. Vau, zo'r ekan, lekin kapot, sen psix ekansan. Bor yo'qol mani oldimda. Ana bolalar ko'ryapsizlar, u mani psix dedi. Psixligimga ishonyapti u. Voy, lekin tishlarim yomon og'riyapti deb boru o'z ishini bekor qildim-de. Ani pirojnoye endi yaxshi edi, u shirin edi, mazza qilib yegandim, lekin ishini esa bo'lib bekor yeyman. Mayli, keyingi safar yemayman, ishini juda ham qattiq ekan. Zato kulgili bo'ldi bolalar, to'g'rimi? Kulgili bo'ldi. Menga esa shu kerak. Endi esa fioletoviy kiyimli qishloqqa qilamiz hazilni. U meni yaxshi deb o'ylaydi, lekin men psix, meni to'g'rimi? Qishloqqa men kirsam bo'ladimi? Ha, kompot, men seni eshityapman. Salom kompot. Salom qishloqqa, yaxshimisan? Rahmat, sen qo'lingdan mana bu. Qishloq bu yoqqa kelmasang bitta zo'r hazil qilmoqchiman. Fokusli hazil. Nima kompot, sen nima fokusnik bo'lmoqchimisan? Yo'q, men bo'lgim kelmayapti. Men уже fokusnikman. Hozir men bunaqa yaman qaziyman-da. Mana hozir mamutlarni ham mundoq qilamiz. Aha, bo'ldi, tayyor. Nima bu endi kompot? Endi esa olman tepaga ko'tarilaman qishloqqa. Kompot, sen nima qilmoqchisan? Tepaga chiqib qolsan? Qishloqqa men tepadan sakramoqchiman. Mana shu sakrab 100% mana shu chuqurga tushaman. Kompot, sen psixmisan, tushma u yo'qsa, mana shu cho'miysan u yo'qga. Yo'q, qishloqqa to'xtab turgan, men zo'r fokusnikman-u hozir. Kompot, sen psixmisan, chiqmagin u yo'qga, sen pastga cholsinasan, mana shu yerga qolmaysan u yo'qda. Qishloqqa yo'q, to'xta, menda hozir baribir bloklar to'xtaydi, tugaydi mana bu bloklar. Kompot, sakrama u yo'qdan, kompot, sakramaga iltimos. Yo'q, qishloqqa to'xtab tur, juda ham kulgili bo'ladi. Ana bo'ldi, menda bloklar ham tugadi. To'xta, aytgancha, mana bu yer ham bor ekan-u. Kompot, sakrama, iltimos, sakramaga kompot. Qishloq uzr men seni eshitmayapman nima deyotganing, chunki men juda ham balandman уже. Bolalar juda ham zo'r hazil bo'ladi. Shunaqa balandlik yetadi degan umiddaman. Hop, bundoq orqaga bundoq qo'yamiz-da. Hop, bundoq ana bo'ldi. Endi bolalar, men psix emasman, to'g'rimi? O'zim sakraydiganman, o'zimni klonimni qo'yganman, bolalar qaranglar. Hop, mana shuni bundoq qo'yaman-da, uni itarib yuboraman. Hop, bundoq qilamiz. Tak qayerga qo'yaman? Hop, bundoq qo'yamiz-da. Hop, qanichi bolalar qo'yaveraman. Ara bo'ldi, qaranglar, ketdi. Yo'q, kompot, men senga sakraman degandim, endi senga nima qildi? Men senga necha marta aytdim sakramagandim, kompot. Bolalar, lekin men qishloqqa nima deyotganini eshitmayapman, lekin nimadirlar bo'lyapti deyapsiz. Endi hozir juda ham zo'r bo'ladi, qarab turinglar. Men bundoq qo'lamanda, endi sekin pastga tushamiz. Bundoq ko'rasizlar, qanaqa balandligimni. Qishloqqa men pastga tushayotganimni ko'rmasa juda ham zo'r bo'ladi, ko'rmasligi kerak. Lekin juda ham zo'r hazil bo'ladi, hozir qarab turinglar. Hozir sekin tushamiz. Hop, bundoq qilamiz. Qishloq ko'rmayaptimi mana? Yo'q, ko'rmayapti. Hozirchi bo'ldi. Mana tez olamizda. Hop, qaranglar, anta turibdi. Men bitga bundoq qo'lamizda. Men o'zim bundoq chiqqanda hozir qarab turing. Bu qishloqqa. Kompyuter nima qolsam yo'qda. Qishloqqa qalay ekan, fokusim yo'qdimi? Kompyuter, mana shu psix ekansan, bor, mana shu bilan hazillashish kerak emas-ku. Qishloqqa ko'rsan, zaten zo'r fokus qildim-ku. Bor yo'qolay, kompyuter, men ketdim sana oldimda. Sen mana shu psix ekansan. Qishloqqa to'g'ri, sen ham bitta sakrab ko'r, bu yoqqa sen ham sakrab ko'r. Juda ham qiziq ekan, lekin yo'q, kompyuter, qochman oldimda. Mana shu psix ekansan sen. Bilmayman, nega sakramayapti? Bor, juda ham qiziq bu, to'g'rimi? Bolalarga yomon qochib qishloqqa yomon uzoqqa qochib ketdi. Boru qayerga qochib ketganini ham ko'rmay qoldim. Men endi merga ham zo'r hazil qilaman hozir. Qishloqlar kapotgan bu bo'lyapti, o'zini psixdan tutyapti. Biz ham hozir oq kiyimli qishloq bilan shu haqida gaplashayotgandik. U lavada cho'milyapti. U meni oldimda bidro kiyapti. Voy, bu men o'ylaganimdan ham yomon bo'layotgan ekan. Endi nima qilamiz? Endi menda faqat bitta idea bor. Boshqa ilojimiz ham yo'q bizani. Bolalar, qaranglar, men bitta unitaz topib oldim. Men bitta merga hazil qilishga juda ham zo'r bo'ladi, lekin ketdi, hozir hazil qilamiz. Tushunmadim. Ko'raymi? Kimnidir mazasi bo'lmay qoldimi deyman. Menimcha shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. Ne keladi unda skori? Mayli, xo'p, biz ketdi, uni merga hazil qilamiz. Qishloqqa sizlar nima qilasizlar bu yoqda? Kompyuter, shunda uyini orqa tarafiga biz bilan bir yura olaysanmi? Yo'q, nimaga? Kompyuter sen uchun yaxshi bo'ladi. Qishloqlar, men bilmayman, menimcha nimaga bu hazillaydi, qishloqlar. Kompyuter biz bilan yurgi senga yaxshiroq bo'ladi. Qishloqlar, qo'yib yuboringlar, bu hazillaydi, bu rostdan hazillaydi.
Qishloqli iltimos eshikni ochinglar, men aytyapman, bu hazil edi, rostdan aytyapman. Iltimos qishloqli eshikni ochinglar. Qanaqa psixoshkaga olib kelib qo'ydinglar meni? Voy bolalar, qaranglar, meni qayerga olib kelib qo'yishdi? Qanaqa psixxonaga olib kelib qo'yishdi-yu. Endi men nima mana shunaqa joyda o'tiramanmi? Oppoq xonada ko'ryapsizlarmi? Devorlar bunaqa oppoq yumshoq, poloq yumshoq. Voy endi nima qilaman men bu yerda? Qishloqlar, bu hazil edi, rostdan aytyapman. Ochinglar iltimos. Voy, ular tushunishmayapti-yu. Buni endi nima qilaman men bolalar? Mana zato hazillar zo'r chiqdi, to'g'rimi? Meni psix deb o'ylashyapti endi ular, qaranglar. Hop, Kompot mama qishloqqa senga ukol qilib qo'ymoqchi ekan. Nima ukol qilish shart emas? Qochinglar iltimos, eshikni ochinglar, bu hazil edi. Qishloqqa iltimos, sen chunki bu hazil edi, rostdan aytyapman. Kompot bu orimaydi, rostdan aytyapman men senga, orimaydi umuman. Voy qishloqqa, bu rostdan hazil edi, iltimos shart emas. Yo'q, shart Kompot, bu yoqqa ko'tinglash. Voy yo'q, qishloqqa rostdan shart emas, iltimos qishloqqa qoch, iltimos. Yo'q, shart emas menga ukol qilish. Voy orqamdan qo'ylama, shart emas deyapman-u. Bolalar, nushta bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammalardan like kutib qolaman. Keyingi videomda kutib qolaman. Xayr sog' bo'linglar. Qishloqqa shart emas, iltimos qoch orqamdan, iltimos qishloqqa eshikni ochinglar, bu hazil edi.